Avvalambor assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Qo'qon shahar markazidan kvartira qidirib turgan mijozlarimiz uchun Qo'qon shahar markazi Sharq mavzesida joylashgan 6 etajli binoning 4-etaj qismida 2 xonali kvartiramiz sotiladi. Sizlarga qisqachagina video obzorini qilib beramiz. Videomiz boshida like tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlarga qisqacha obzorni boshladik. Bu videoni ko'plab uy qidirib yurgan, Qo'qon shahridan tayyor kvartira qidirib yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, $15,000 narx aytishyapti. Albatta qolgan kreditlarni to'lab ketish sharti bilan kreditlari bir oyda 2,600,000 so'm to'lov chiqyapti. Sizlarga qisqacha navzorini qilib beramiz. Mana bu podest qismimiz, liftimiz mavjud. Albatta bu liftimiz jetonli. Kirganimizda, liftdan chiqqanimizda chap qo'l tarafdagi kvartiramiz. Mana bu kirish qismimiz. Kirganimizda uzungina koridor. Albatta har bir xonamiz polniy yevro remont uslubida remont qilingan. Bu joy kirganimizda o'ng qo'l tarafda barcha sharoitlarga ega oshxonamiz. Albatta balkonimiz ham qo'shib xona qilib yuborilgan, balkonimiz ham. Gazlarimiz bor bu joyda. Albatta bu kvartiramizda gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Mana bu joyda kattalar yotoqxonamiz. Bu xonamiz kattalar yotoqxonasi. Albatta bu xonamiz ham polniy yevro remont uslubida remont qilingan. Mana bu tarafda esa mehmonxona qilib qo'yishgan. Buni o'zlaringga moslab Yedeta bu joyni bolalar xonasi qilishliklaring ham mumkin. Polniy mebellar, gilamlar albatta qoladi. Albatta bu videoni ko'plab uy qidirib yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Endi bu joyni olib o'tirmadik. Umumiy sanuzel bu joyda ham hamma sharoitlarimiz bor. Do'stlar, Qo'qon shahri markazidan uy olaman degan mijozlarimiz uchun ko'chib kelib yashashlik uchun tayyor kvartiramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. Mana tashqi ko'rinishimiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va like tugmasini bosib, shu Qo'qon shahar markazidan tayyor yevro remont uslubida remont qilingan kvartira so'ragan do'stlaringga bu videoni tashlab qo'yinglar. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.